Bolalar 100 mingdan shu. Mana 100 ming. Mana 100 ming. Qornimiz yedi-yu, mana 100 ming. Ha? Aslida nafsimiz uchun yedik. Odatda bu so'zni ishlatmasdim. Og'ir bo'lsa ham aytaman. Qornimiz uchun 100 ming, 200 ming ayamaymiz. Yetim, uysiz, ijara yurgan bolajonlar uchun ehson so'ralsa, shayton yengib nafsimizni sindira olmaymiz. 100 ming bo'lmasa ham 50 ming. Mendan ham 50 ming. Boshladik. Pulimiz 200 ming bo'ldi. Shu pulimiz $1000 bo'lsa, yetim bolalarimizdan birlari inshaalloh uyli bo'lishadi. Hozirda $1000 kamayapti. Bitta yetim oila uyli bo'lish uchun. Ehson qilishga imkoningiz bo'lmasa, xijolat bo'lmang. Shu videoga bitta like bosib, kommentariyada duo qilib, yaxshi ko'rgan odamingizga jo'natib ham ehson qilsangiz bo'ladi. Bu videoni bejizga ko'rmadingiz. Alloh taolo sizni ham bu xayrli ishga sherik qilmoqchiki, ushbu videoni ko'rib turibsiz. Otasiz bolajonlarimiz uyli bo'lsin deganlar. Iltimos, befarq bo'lmang.